yaxshi ko'rgan o'zbek ovqatim bu non palov. Osh bilan non palovni tanla deyishganda men faqat non palovni tanlagan bo'lardim. Qani endi buni yeb ko'ramiz. Bismillah. Men birinchi marta non palov ovqatini qilib ko'ryapman. Bismillah. Tuzlama bilan. Non palov tuzlama bilan zo'r ketadi. Koreyada kadis qaynonalar kelinini uyiga borish uchun ruxsat so'rash kerak. Agar qaynona bilan kelin alohida yashasa, kelinini uyiga borishdan oldin ruxsat so'raydi qaynonalar. Shunaqa beradigan narsam bor edi, shu kuni uyingga borsam bo'ladimi deb ruxsat so'raydi. Agar kelini ha kelavering desa, keyin boradi. Agar yo'q desa, ba'zilar borib o'sha yashayotgan joyini axlatnik turadigan joyga, axlatnik odamga berib ketadi. Ovqat yoki salat bu narsa bo'lsa, beradigan narsasi bo'lsa. Agar aytmasdan borsa, qaynona kelinni jahli chiqadi. Kalish kelinni jahli chiqadi. Eshikni atellabdan ham ochmaydi. Uyda bo'lib turib. Agar qaynona aytmasdan borsa uyiga. Ko'p holatlarda shunaqa. Yoshi o'tib qolgan qaynonalar aytmasdan boradi-da. Kelini uyda bo'lsa ham eshikni ochmas ekan. Eshigini tagiga keyin narsalarni beradigan narsalarni tashlab ketar ekan. Koreyada kalis qaynonalar o'g'li uchun har xil ovqatlar, nevarasi uchun har xil salatlar, ovqatlar qilib olib borishni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun kelinlar qaynona kelsa uyiga yomon ko'rar ekan. Kalis kelinlar. O'zbekistonda ham alohida yashaydigan qaynona kelinni uyiga borishdan oldin ruxsat so'rashadimi?